Assalomu alaykum, mehribonlarim, tuzyapsizlar, charchamasdan. Yana xudo xolasa qaytib chiqib oldik, bitovlar tugab qoldi, pul tugab qoldi, shuning uchun chiqdim. Xudo xolasa boshladik. Inshaalloh qo'llab turasizlar. Endi bu yog'iga haligi ketib qolganlar qaytib kiraverasizlar, yana keldik. Bizni kuzatishda davom etadiganlarga nima? Chaqirishuvdi. Yomon ham aksiya ko'payib ketibdi, ko'pchilik endi bilmayapti. Xudo xolasa yo o'zi savdosi zo'r ekan, hamma yo'q endi haligi arzonlab nima bo'lib ketganiga bir ko'rsatib qo'yin dedi. Mana ondan boshlaymi? Momo 19 ming so'm ekan mo tapichga. 19 ming so'm. Mehribonlarim, xudo xolasa endi biz mana shu yerda Gumura qasr bu yog'i. Bizni kuzatishda davom etaverasizlar. Sekin mo bir chekkadan ko'raveraylikchi. Hali o'zim ham bilmayman nima nech pulligini. Bugundan boshlab yubordik. Mana ko'raylik. Mochi mo. Mana mo kepga 19 ming so'm ekan. Buni aytaymi? Bu haligi birga bir deb qo'yibdi. Mana uni olsanglar, yana bitta bekarga ekan 9 ming so'm. Bitta qo'yib yuboribman. Ikki bekar deyotdim-ku, endi nima bekar bilmaymiz ama. Tavba qildim. Bonus-chi. Bonus 19 ming so'm ekan. Qo'qari. 19 ming so'm, bitta olsanglar 19 ming berib turib, mana u bekarga. Nech puldan tushadi? Bizcha bordir haligi hisob kitob. Mana unisi, bunisi necha qimmatroq ekan mana. 39 ming so'mga olsangiz mana u kepkani. Hali qoraytirib, shiratirib olmaydigan kepka. 39 mingga olsangiz, yana birga bir. Mana 39 mingga bitta olasiz, bitta tekinga ekan. Yuringlar, tashqaridagilarni ham ko'rsatib qo'yaman. Mehribonlar shunday kelsanglar, manaqa narsalar bor ekan. Mana uni bitta olasiz. Bitta olganingizdan keyin bittasi mana uni oldingizmi, pulni bergandan keyin mana uni qo'shimcha ekan. Tekin. Ashana birga bir deydi. Mana haligi toqqa chiqib nima qiladiganlarga endi qayga bo'lsa toqqami, misol perevalgami 29 mingga bitta olsa, menga pul bersa, mana uni tekin ekan. It bekarmi, nima bekar bu? Qo'g'aring. Bormi mana u? Meni ham xuddi tashlaq ekan. 49 mingga meni olasiz ekan. Meni 49 mingga olasiz ekan. Mana uni bekarga qo'shib beryapsiz. Bu xitoyliklar chanalchi issa ta'sir qildi shekilli. Ammo вообще zo'r tomonga ta'sir qildi ama. Bu tomonda nima bor ekan? Mayada-chi mana bu. Mana. Bu mana men ham dvoyka ekan men. 139 ming ekan. 139 mingga bitta olasiz ekan. Mana unisi bekarga ekan. Tavba qildim. Uyda beton qo'yib yuboribman, nima qilishyapti ular? Mehribonlarim, Sardor Shopga a'zo bo'linglar. Layklarni bosib turib, hali unga bunga jo'natish esdan chiqmasin, yana boshladik. Nima deydi? Landi bizniki boshlandi. Mehribonlarim, qanaqalik fikr, hammadan ham fikr oladi-yu. Mana shunaqalar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yib, mana uni ko'rsatinglar, ana uni ko'rsatinglar deyaverasizlar qo'rqmasdan. Keyin haligi negativ nimalar baribir chiqib qoladi-yu. O'lib qolganda hali ehsonni gapiradiganlar ham. Ashlarga endi qizig'i yo'q. Hali sekin hayot davomida nima bo'lib ketaveradi. Endi ularga bas kelmas, hech kim bas kela olmaydi. Shunga kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar, yaxshi insonlar, mana haligi nimamizda qolganlar. Javob berib, xudo xolasa har kuni videoga olishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sardor Shopga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.